Hurmatli obunachilar, bugungi sotuvda mavjud avtomobillarimizdan sizlarni bilan bir tanishtirib o'tamiz. Birinchi mashinamiz Voyage Free. Mashinamiz yili 2022-yil bosqichga masofasi 50 kilometr. Mashinamizda barcha qulayliklar bor. Diskalargacha 360 gradus kamerasi, stereo, masajli, outdoor, abagem, hamma narsalar mavjud. Mashinamiz ideal holatda, chaniqli holatda qo'yilgan. Mashinamiz yurgani 50 kilometr, narxi 27 kun ozgina kam bor, kelishtirib beramiz. Va keyingi mashinamiz ko'rishganimizda Jetower X70 Plus Luxury avtomobili en full pozisyada. Avtomobilimiz yili 2023-yil bosqichga masofasi 54 kilometr, narxi 23 ming dollar kami bor. Va keyingi mashinamiz Jack S08 avtomobili. Avtomobilimiz yili 2023-yil bosqichga masofasi 70 ming kilometr. Mashinamiz izolyatsiya, ko'p yumshoq bo'lgan va gaz to'lashlar qilingan. Mashinamiz juda ham yumshoq. Boshqa buni narxini 21.500 dollar deb baholadik. Pastki raqam qoldiramiz. Qanaqa qilsa bo'lsa, bemalol alohida chiqaverasizlar. Keyingi mashinamiz Swift G05 mashinasi. Mashinamiz 2024-yil bosqichga masofasi atiga 15 ming kilometr. Mashinamizda katta kamerali yo'l chiqarilib to'g'rilangan mashina, ucha balon qo'yilgan va balonlar mavjud. Bu mashinamiz narxi 19.500 dollar kami bor, kelishtirib beramiz. Görüşler mümkün. Hava M6 hozirgi boshlanadigan işte eng yumshog'i shu turibdi, trendga gelmoqda. Boshlanadigan kun masofasi 12 ming kilometr, narxi 20 ming dollar kami bor, kelishtirib beramiz. Qolganlari barter va BYD Chazov. Mashinamiz 2023-yil bosqichga masofasi 93 ming kilometr. Boshqa 3 pozitsiya en fullini hibrid motorda. Oldingi kapotida stulplarda ozgina kraskasi bor, qolgan joylari qolsa narxi 19 ming kami bor. Va keyingi mashinamiz Swift G01 mashinamiz. Mashinamiz 3-yil bosqichga masofasi 44 ming kilometr. Narxi 17 ming kami bor, kelishtirib beramiz. Va bu yerda yana boshqa mashinalarimiz bor. Mashinamiz Malibu 1.5 turbina motorli. Mashinamiz 2020-yil bosqichga masofasi 130 ming kilometr. Kraskalar hozir yumshoq balon qo'yilgan va rimga qo'yilgan. Narxi 19.900 dollar, kelishtirib beramiz. Cherry Arizo Outro 3-pozisyada, en full pozisyada. Mashinamiz yili 2023-yil 20 ming kilometr bosib o'tgan. 10 oydan oshiqroq ta'mirga ruxsat bor. Oxirgi mashinamiz Cobalt mashinamiz. Yili 2024-yil bosib o'tgan masofasi 30 ming kilometr. Shu izolyatsiyalar bo'lgan. Propan gaz to'lashlar qilingan. Narxi 11.500 dollar kami bor, kelishtirib beramiz. Kimga shunaqa yaxshi mashina kerak bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz, bemalol alohida chiqaverasizlar. Salomat bo'ling.